أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Taologa hamd sanolar, hamd payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Darsimizni boshlashdan oldin Qur'on o'qishlikdagi 6 ta fazilatlarni sanab o'tamiz. Birinchi fazilati: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Kim Allohning kitobidan bir harf o'qisa, unga bitta yaxshilik bor. Har bir yaxshilik 10 barobar qilib beriladi. Termiziy rivoyati. Ikkinchisi: Qur'on qiyomat kuni shafoatchi bo'ladi. Qur'on o'qinglar, chunki u qiyomat kuni o'z sohiblariga shafoatchi bo'lib keladi. Muslim rivoyati. Qalbga xotirjamlik tushadi. Alloh taolo aytadi: Ogoh bo'ling, qalblar faqat Allohning zikr qilish bilan xotirjam bo'ladi. Zikrlarning eng yaxshisi bu Qur'ondir. Farishtalar hamroh bo'ladi. Qur'on o'qilgan uyga rahmat tushadi. Farishtalar to'planadi. Shayton uzoqlashadi. Darajasi ko'tariladi. Qiyomat kuni Qur'on ahliga o'qi, ko'taril va dunyoda qanday tartib bilan o'qigan bo'lsang, shunday tartib bilan o'qi deydi. Eng yaxshi insonlardan bo'ladi. 6-si: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib va uni o'rgatganlaringizdir. Buxoriy rivoyati. Qur'onni oson o'rgangandan ko'ra qiyin o'rganganni ajr mukofoti ko'proq bo'ladi. Inshaalloh Alloh taolo bizlarga ham Qur'onni o'qib o'rganishlikni hamda o'zining kalomi bo'lgan Qur'onni tushunishlikni, unga amal qilishlikni o'zi bizlarga oson qilgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Endi darsimizni boshlasak, darsimiz K harfini o'tamiz bugun inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. K harfi o'zbek tilidagi K tovushi singari debdi. K, ki, ku. Bular bosh ko'rinishi, bu o'rtada keladigan ko'rinishi, bu esa oxirida keladigan ko'rinishlar. Kam, kum, kun, kay. Bakru, makru, karmu, kun, kanzu, tarku, kataba, yaktubu, taraka, yatruku, katabtum, amaraka, amaratka, kuntu, mumkin. Hop, keyingi darsimiz lom harfi ekan. Lalilu. Lam harfi o'zbek tilidagi l tovushi kabidir debdi. Bu bosh ko'rinishi, bu o'rtadagi keladigan ko'rinishi, bu esa kalimani oxirida keladigan ko'rinishi. Al, bal, lam, lum, lan, kil, nazala, lazima, kamula, anzala, alzama, akmala, akalat, akalna, akalta, akalti, akaltu, akaltum, bulbul, yalamlam, tazalzala, yatazalzalu, mutazalzil. Bugungi darslarimiz shular inshaalloh. Sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni tamomlaymiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Inshaalloh Ramazon oyigacha Qur'onni o'qib o'rganamiz. Bitta like bosib videoni Qur'onni o'qishni bilmagan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.